Asrlar davomida Movarounnahr diyoridagi madrasalarda, xususan Buxoro madrasalarida ham darslik sifatida o'qitilib kelingan Sahor kitobning sharhi. Sahor kitob zamonlar osha xalqimizning bebaho mulki sifatida qadrlanib, dastlabki diniy bilim beruvchi manba vazifasini o'tab kelgan. Ushbu asarda har bir musulmon kishi bilishi lozim bo'lgan iymon, e'tiqod, aqida, tahorat, namoz, ro'za, zakot va hajga oid boshlang'ich fiqhiy masalalar sodda uslubda bayon qilingan. Sahor kitobning o'ziga xos jihati shundaki, asar to'liq hanafiylik fiqhi va moturidiylik aqidasiga asoslangan. Bu kitobda insonning botiniy va zohiriy pokligi, shuningdek fiqh masalalari, zikr qoidalari, odobi, xullas bir musulmon farzandining barkamol inson qilib tarbiyalashga doir usul va yo'llari ko'rsatilgan. Bu bebaho asar har birimizning xonadonimizda bo'lishi lozim bo'lgan mumtoz asarlar sarasiga kiradi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ulug'larimiz aytganidek, Sahor kitobni bilsang, bilursan har kitobni. Shunday ekan, bu kitobni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Chin dildan tavsiya qilamiz deyish kerak.